Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Rivojlantiruvchi markazlarni tashkil qilish texnologiyasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz rivojlantiruvchi markazlari ta'limiy faoliyat va ularga qo'yiladigan talablar. Birinchi rejamiz rivojlantiruvchi markaz turlari. Qurish va konstruksiyalash matematika markazi hamda syujet roli o'yinlar va sahnalash markazlari bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagogik jarayonni tashkil etishda rivojlanish markazlaridan foydalanish masalasi asosiy masalaning biriga aylandi. Bu markazlardan maqsadi bolaning har tomonlama rivojlanishi, tarbiyalanishi, o'qishi va uning maktabga samarali tayyorgarligini ta'minlash uchun sharoit yaratish. Markaz vazifasi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, individual manfaatlarni qo'llab-quvvatlash, bolaning tashabbuskorligini rivojlantirish, o'z fikrini ijodiy ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish, bolalarda izlanish va kommunikativ faoliyatlarni rivojlantirish, istiqbollarini kengaytirish vazifalari qo'yilgan. Markazga qo'yiladigan talab: eng avvalo bolaning salomatligini saqlash omillariga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni toza havo, toza joy va yorug'lik bilan ta'minlanadigan xonalar. Markazdagi barcha jihoz va qurilmalar bolaning bo'yi yetadigan balandlikda bo'lishi hamda bola ulardan bemalol foydalana oladigan bo'lishi shart. Mebel bolaning jismoniy holatiga va erkin harakatlana olishiga to'siq bo'lmaydigan qilib joylashtirilgan bo'lishi kerak. Bola o'ziga tegishli bo'lgan mebelni bemalol harakatlana olishi lozim. Markazdagi rivojlanish muhiti tarbiyachiga ham bolaga ham qulay bo'lishi kerak. Bolaga erkin tanlash imkoniyatini berishi va mustaqil qaror qabul qilishiga undash kerak. O'z tengdoshlari bilan munosabatga kirishishga yordam berish kerak. Rivojlanish markazlari ta'lim, rivojlantiruvchi, o'qitish, rag'batlantiruvchi, uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak. Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak. Bolalar va kattalar o'rtasida o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirish kerak. Ilk qadamdor o'quv dasturi asosida 5 ta rivojlanish markazlari mavjud. Qurish va konstruksiyalash matematika markazi, syujet roli va sahnalashtirish markazi, til va nutq markazi, fan va tabiat markazi hamda san'at markazi. Qurish, konstruksiyalash va matematika markazi bu markazda bola qurish yasashni, matematik bilimlarni, muloqotga kirishishni o'rganadi. Shu bilan birga mayda motorika rivojlanadi. Bola doimiy harakatda bo'ladi. Bilmaganlarni bir-biridan o'rganadi, bir-biriga o'rgatadi. Bu markazni zonalash muhimdir. Shunda uning yonidan o'tayotganda qurilmalarni buzib yubormaydi. Bo'sh joy yetishmagan taqdirdagina bu markazni yotoqxonada ham joylashtirish mumkin. Ushbu markazni yaxshi ishlashi, bolalarni o'zida jalb qilish uchun tarbiyachi tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim. Ya'ni markaz doimiy shovqin bo'lganligi sababli uni boshqa markazlardan bolalar bo'yidan baland bo'lmagan to'siqlar bilan ajratib qo'yish. Markazdagi shkaflar bola yoshiga mos bo'lishi, shkafdagi o'yinchoqlar, ko'rgazmali qurollar bolani olishi va uni tanlovga xalaqit bermasligi lozim. Markazdagi jihozlar dasturdagi mavzuga mos bo'lishi kerak. Har haftada hafta mavzusi asosida yangi o'yinlar, ko'rgazmali qurollar va o'yinchoqlar bilan boyitib borish lozim. Qurish, konstruksiyalash va matematika markazi kommunikativ, ijtimoiy, kognitiv, intellektual va jismoniy sohalarda rivojlanishga yordam beradi. Nutq rivojlanishi. Bolaning so'z zaxirasi kengayadi. Bu inshootlar nomlarini aytish, bloklar shakllari va o'lchamlarini ta'riflash, bo'lajak quriladigan imoratni muhokama qilish, uning to'g'risida hikoyalar berish, tegishli kitoblar bilan tanishish va solishtirishga imkon beradi. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Ijtimoiy ko'nikmalar bolalar bir-biri bilan yonma-yon narsa qurayotganlarida
bir bola boshqa bola ishiga taqlid qilayotganida, bolalar baxslashayotganida va kelishayotganida, bo'lishayotganida, reja qilayotganlarida, qurgan narsalarini muhokama qilayotganlarida rivojlanib boradi. Matematik tasavvurlarning rivojlanishi. Bloklar bilan harakatlanayotganda bolalar quyidagi tushunchalarni o'zlashtiradi. O'lcham, shakl, og'irlik, balandlik, qalinlik, makon, yo'nalish, obraz, bir obyektdan tushuncha foydalanish, muvozanat, balans, turg'unlik, o'lchash, hisob-kitob qilish, o'xshashlik, farqlash, tenglik, buyurtma qilish, muammolarni hal qilish, ijodiy tasavvur qilish yoki fikrlash. Harakatli rivojlanish. Bloklar bilan ishlash yirik va mayda harakatlarni yaxshilaydi. Bolalar turli o'lcham va og'irlikdagi bloklar bilan ishlash, ularni muvozanatga keltirishni o'rganadilar. Bundan tashqari ular berilgan fizik makon doirasidagi harakat qilishga odatlanadi. Syujet rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazi. Ushbu markaz yonma-yon joylashtirishi yoki birlashtirishi mumkin. Agar markazda yumshoq modulli mebel, shuningdek oshxona buyumlari mavjud bo'lsa, markaz doim dam olish joyi sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Xo'sh, bu markaz bolaga nima beradi? Eng avvalo bolaning nutqi rivojlanadi. Kattalar bilan muloqot qilishni o'rganadi. Qarindosh urug'chilik tushuniladi. Mehmondo'stlik va mehmonda bo'lish odobi tarbiyalanadi. Kattalar mehnati bilan tanishadi. Kasblarga qiziqish uyg'onadi. Ma'lum bir kasbni tanlashning ilk bosqichlari boshlanadi. Bolaning tasavvuri kengayadi. O'rtoqlaridan bilmaganlarni o'rganadi. Pul bilan muomala qilishning dastlabki bosqichlari bajariladi. Oilasi, oiladagi yaxshi va yomon odatlar haqida ma'lumotlar bola tomonidan o'zi bilmagan holda beriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida tashkil etilgan rivojlantiruvchi markaz bolalarda quyidagi sifatlarni tarkib toptiradi. Ya'ni o'zgarishlarni qabul qilish va uni amalga oshirish, tanqidiy fikrlash, dunyoqarashni shakllantirish, erkin tanlashni amalga oshirish, muammolarni o'rganish va uni hal eta olish, ijodiy, mantiqiy tafakkur va ixtirochilik imkoniyatlarini namoyon etish, davlat, jamiyat, atrof olamga ham g'amxo'rlik qilish, ilk bunyodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, tabiiy, ilmiy bilimlarga ega bo'lish, kichik tajribalar o'tkazish, kommunikativ qobiliyatlarni tarkib toptirish, atrof muhit haqida tasavvurlarni kengaytiradi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.